Bugun bizda baliqlari Primoy Xorazmdan keladigan, premium lekin narxlari hamyonbop bo'lgan Qamish restoraniga keldik. Bu yerda baliqlar kallasiz hamda tozalangan holatda taroziga qo'yiladi. Avval yaxshilab marinovka qilinib, keyin mangilda pishiriladigan bu baliq ko'pchilik mijozlarning ko'nglidan joy olgan. Shu jumladan shaxsan men ham bu baliqni yeb ko'rganimdan keyin haqiqiy ishqiboz bo'lib qoldim. Yegan sari yegiz keladi. Juda ham noodatiy ta'm. Xohlovchilarcha odatiy qovurilgan baliqlar ham bor. Bu yerda nafaqat baliqlar Xorazmdan keladi, balki bu baliqlarni xorazmlik akalarimiz asl retsept asosida tayyorlashadi. Baliqning usti tillorang va qarsilloq, ichlari bo'lsa ser suv bo'lib turibdi. Bu baliqni qanaqa marinovka qilishgan bilmadim-u, lekin tuzlari ich-ichlarigacha o'tibdi. Albatta baliqdan tashqari go'shtli taomlarga ham assortiment juda ham katta. Eng asosiysi Qamish restoranida o'zimizning mahalliy chorva mol qo'ylari ishlatiladi. Yaqin do'stlaringiz, oila a'zolaringiz, hattoki nozik mehmoningizni ham olib kelsangiz, uyalib qolmasligingiz aniq. O'tirishga xohlasangiz VIP kabina, xohlasangiz общий zal, xohlasangiz oilaviy zalligi bor. Manzil Noza metroda Oqtepa ko'ruviga qarab yurilishda o'ng qo'lda. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor.